Assalamu alaikum, hürmetlik ustazlar, qarindoshlar, ota-onalar. Bugungi bu yig'ilish orqali biz o'zimizning yuragini qayta bir tinglab beqish, chet elda azoblarimizni, muhim bo'lgan ishlarni zodi qanday qilish kerakligi haqida o'zimizdan bir savol so'rab beqish maqsadida biz bir şeyga yig'ilgan bo'ldik. Albatta bu birisinin g'aybatini qilish yoki boshqadir bir aqmas bir parangliq o'ltirdigan emas, bizning bugunimiz va kelgusimizning yo'l xaritasini ozgina bo'lsin siz olish uchun o'tiribmiz. Bu savollar haqiqatan bizga nisbatan cho'ng kelib qolgan bir savol. Albatta bunga nisbatan biz o'zimizningki ozgina bir tajribalari yoki o'rganganlari bo'yicha kichkina bir javob topa olgan bo'lsak, bugungi bu so'rovimiz manfaatli bir so'rovga aylandi inshaalloh. Endi hozirgi masalada bu yerdagi muhim bo'lgan bir ish ma'rif masalasi. Ma'rif masalasidan cho'ng bir yerdan başlasa bu tema, ya'ni ma'rifat va ma'arif degan mushu hukm odatda ta'lim va tarbiyadan iborat ikki so'z bilan yig'inchoqlandi ekan. Qur'oni Karimda namoz o'qish, zakat berish deganga o'xshagan mushundaq jub oyatlar bo'lgan o'xshash bizningki hayotimizda bu ma'rif degan ta'lim va tarbiyadan iborat ikki hukm va ikki ishningki birli vaqtida ro'yobga chiqarishi bilan oxirida ma'rif bo'ladigan va shu ma'rif orqali bir inson yetishadigan nihoyatda muhim bir omil ekan. Bizning mushundaq olim bo'lmoqdimi, odam bo'lmoq ta'sirlaydigan so'zlarimiz bor. Bu yerdagi nima degan vaqtida bu ma'rifda o'gitish, bilim sapasini yuqori ko'tarish bo'lgan bo'lsa, uningdan boshqa tarbiya va axloq jihatdan yetildirish ve yeni bir tarafi bulup bir qushning ikki qanotiga o'xshash nihoyatda muhim bo'lgan bir omil. Bu ikki qushning qanotiga o'xshash mushundaq bir ikki omil tang mavjud bo'lgan vaqtida ondan keyin ma'rif degan bir hosilotni chiqara oladi ekanmiz. Ammo bugungi kunda o'rganadigan narsalar bakchiq bo'lg'achqa, yildan yilga, kundan kunga, avlodma-avlod ballarımız öğrenişki tegishlik narsalar bek ziyodajik bo'lganligi sababidan bu yerda ta'lim qismi, ilm qismiga alohida ko'ngil bo'lib, tarbiya qismi biroz keyinda qolib qolgandan keyin bu yerda ta'lim qismi bo'lsa, xuddi bu oldimizda turgan nozik ne'matlarga o'xshash bu bir yemek bo'lgan bo'lsa, buning yana bir tarafi halol va harom mu degan bu tarafi bo'lgan o'xshash. Bu yerdeki terbiye kısmı bütün dünya miqyosida keyinda qilayotgan bir omil. Burungi davrlarda 20 yil, 30 yilda o'qigan bilan bizning shu ustozlarimiz shu kitoblarni qanday o'rgatgan bo'lsa, qanday o'ltirib, qanday qo'pishdan boshlab, qanday ishlarni qanday qilishchi bo'lgan ma'naviy jihatdagi bu ishlarga alohida bek ko'ngil bo'lgachga bizning ustozlarimiz hem bilim, ma'rifatlik hem alayda bir faziletlik insanlar bulup şunda yetişip çıkan değişik oldu. Hem de şu talim ve terbiye kısmında biz her vakit dini marifte okuyan balla ahlaklık, terbiyelik, fenni marifte okuyan balla bir xil bilimliktek bir tuygu buldu. Ameliyette bu iki işini özara orunlaştırılı buludu ve onundan başka biz her bir işte bir şunas buluverişke tirişmay, normal ahvalda birleştirişke tirişsaklam bir yerde çoğun bir işlerini kılalayımız. Nimişka degende bizden bir yesli var, yesliğe ballarına ekildi 3 yaşta 5 yaşlıca. Bu vaxtıda ata-Allah'ın bizden soraydıgan neyse, nimilerini ügütüslerdi. Ügütüdügan şu bilimlerini diyen ki İngilizce bağ mı, Türkçe bağ mı, yeni birinin bağ mı de bu ayığını onşat kelmeydigan ballarına alayda jiq narsalarni mushunda talab qilib turdi. Mushunda narsalar bormi deb. Bor, ammo o balada nima bor masalasi bor.
bu putuğa yuğan gap qilgan ayağını kiygizib qo'ygan o'xshash uni yeshig'i munosib bo'lmagan bir bilimni qachilayman deb turib qilish maysini julib o'staganga o'xshash bir ish. Shunda bo'lgandan keyin bu yerdagi muhim bo'lgan bir omil endi balki de ingliz tili bo'lib qolsa, ash yeslidagi bolalarni biz inglizcha so'zlaydigan qilib ta'limdik. Balki bir aşağıdaki 26 tarifini bilse bu çok bir iş qilgan bo'ldi. Lekin hech qanday bir ota-ona ishdan chiqqanda Allohga omonat balam kirganda assalomu alaykum ana deganni uytamizlar deganni so'rmaydi. Ya'ni hozir nimani chiqib ugunib ketalaymiz degandek mushu masalalarni qiladi va bolalardan g'oyat zo'r umid kutib oladi. Bolalarni bir shunas qilib vaqtisi bor edi. Hammasi adil turib bu ochko'zlarcha bol tarbiyalash usuli. Oxirgi hisobda hech nima bo'lmaydi u bola. Hamma muqamda bor. Bo'lgandan keyin bu yerda buni nihoyatda jiq bir ishlar yuz berdi. Shunga bu yerda masalanga bizning Qur'on kurslarimiz bor, ta'lim tarbiya o'rinlarimiz bor, milliy ma'rif sohalarimiz bor. Bularda biz qandaqmi biroqla bu yoshdagi bolalarni hammani 5 qo'lni og'ziga tiqilgandek mumkinmi bu ishlar? Qur'onni yodlatamizlar, ani o'rgatamizlar, buni qilamizlar degandan tamam qilamiz shu, ammo men bola bo'la olamdi uningga masalasi. Hamma narsa uyutib bo'g'ilib bo'ladi. Bu chataq yo'q, ammo ugunib bo'g'ilib o'sildi bu yerdagi masalada. Ammo uningdan boshqa bolalar ustozi odishimi yoki boshqa biznesimi yoki nima bir ustozini ko'rgan chog'da gajjida ma ustoz degan bir tuyg'u bo'yicha bir nima qildigan holatni bilinmagan ahvolda biz bu sonliq ma'lumotlarni qalliq qachilayvergandan keyin hech nima bo'lmaydi ekan oxirgi hisobda. Va yoki karini yodlaydi ekan, tillarni o'rgandi ekan, ammo oxiri odam bo'lmaydi ekan. Bu odam bo'lmasa, endi bu faqat sonliq ma'lumot mashina ambiriga o'xshaydigan bir narsaga aylanib qoldi degan. Shunglashgan bu jihatlarga kelgan chog'da Qur'on kursi ochayotgan ustozlar nima ish qilyotdi, nihoyat yaxshi qilyotdi. Chunki qurbatini yetish qildi. Biz milliy ma'rifda xizmat qilayotgan bo'lsak, biz yaxshi qildik. Bizning qila oladigan ishimiz shu. Endi hozirgi holatda agar biz bir bolaning to'liq Qur'oni Karimni yodlab bo'lishini o'lcham qilib olib, bizda bolalarimizninki har qaysi jihatlardan aytgan vaqtida asosan turkchalashib ketayotgan bir tarafda bizni nihoyatda ichindiradigan bir ahvol. Shunda bo'lgandan keyin biz garchi yezqimizni o'zgartmasakmi, milliy ma'rifimizning yo'qolib ketishi, bizning yezqimiz va millatning dunyodan vayron bo'lib ketishiga o'xshash intayin ichinishli bir ish ekanligini qat'iy unutib qolmasligimiz kerak. Endi bu yerda qaraydigan bo'lsak, garchi sahobalarning nurg'un hayotlari bizga ulgu bo'lsa-mu, asl tip o'tishga tegishli ikki xil voqelik bor. Bu yerda birisi bir fransiyalik bir bolaninki eng oxirgi dars deb dunyoga mashhur bo'lgan bir hikoyasi bor. Bu yerda nima degan chog'da shu bola asligan holatda biz sinfda o'qiyotdik. Tuyuqsiz askarlar yugurib kirdi. Kirgandan keyin bizning o'qituvchimizmi jiddiylashib ketdi. Shuning bilan biz Germanlarning vatanimizga bostirib kirganligini his qildik. Oxirgi hisobda bizga o'qituvchimiz bolalar bu bizning oxirgi soatlik darsimiz bo'lib qoldi. Ammo men sizlarga bir narsani deb qo'yay, hargiz unutib qolmanglar deb ko'zga yosh olgan holatda do'stiga fransuz tilining yoziqlarini hammani do'stiga yozgandan keyin hammamizga shu fransuz yoziqini o'qitib o'tib, "Yashsun Fransiya" deb turib yig'lagan holatda sinfdan ayrildi. Ammo biz ikkinchilab u muallimimizni ko'ramidik. U kundan boshlab bir germancha gap qilishga majbur bo'ldik. Hatto germancha paranglashib qolsak, shu yerda shunday ig'ir urush tillash oqibatlariga duch kelgan vaqtlarimizda maktab maydonlarida turib, shunda qarasam, maktabning o'gisiga qo'nib olgan mushu kaptaninki bo'qildigan o'zininki ovozini anglab, "Kashki men bir kapta bo'lib qolgan bo'lsam-chu, chunki bu kapta o'zining tilida gap qila oladi ekan, o'zining tilida ashundaq bir xushallanib oladi ekan" deb ko'zimga yosh olgan degan bu qisqartirilgan bir hikoyasi dunyoga mashhur bir milliy ma'rifdagi nihoyatda muhim bir masala. Undan boshqa Ikkinchi dunyo urush mezgilida ikki cho'ng imperiyaning orasida qolgan Polsha davlatiniki qurilish tarixi qaraydigan bo'lsak, ularningmi butun milliy ma'rifni hammasini vayron qilib o'tgandan keyin hech kimning yoziq ishlatishga ruxsat qilinmaydi degan vaqtida polshaliklar ma qo'shnisining uyida boshlang'ichning darslarini o'tadigan maxfiy holda. U yerdan bo'lsa ma o'gizida
bir dersini matematikini maşinada oturup ötken bolsa, yeni bir dersini velosiped minib turup ötüdigan holatda mushundaq bir şekillendirip Ügüzide, ormanlıklarda, yolda ketip, aşkanda tamak yiyip, oltagan halatda tamak yiyen kıyafette oturup, muşundaq bir derslerini okuş arkalık, başlangıçtan başlap, Ali mektepkiçe açıkkallık muşu tarihlerini intayin alaydı bir tekslendirip kılıdı bir şeydi. Şu vaktinin özümü, aşu cihetlerde bir dağlık alim ölüp gidiş aldığı bu kalsa, şunundan bir nemi nesiyet kaldı ki demezden, adam ölüp gitmiş bu varlıkta, o ilikı bir biliminin yeşilimiz kanda oğuydu deyip, şu adam ölüp gidişten aldı da şunu yetkizip koyup, muşundaq ilimni keyinkilerge vesiyet kaldığan halette tükep ketken, muşu tarihleri Polşalıklarının Rus ve Germanlardan ibaret dünyadaki küçük devlet arasında devlet kuruluşuna sebepçi olan amil deyip qaralırdı. Onundan başka Yusuf Aleyhisselam'ın tarihlerini bilimiz. Yusuf Aleyhisselam bütün hayatı boyunca Mısır'da terakkiyat için hizmet kıldı. Mısır'da bütünley halatda qaraydigan bolsak, Yusuf Aleyhisselam veyrançılık bolgan, açarçılıkka yüzülüp ketken şu Mısırlıklarını kutkuzup kılışka sebepçi oldu. Ahir Yusuf Aleyhisselam'ın akılları, dadısı Mısır'a keldi. Keyin Yusuf Aleyhisselam tükep ketkendin keyin ahirki hesapta boz kanda boldu degende şu Yusuf Aleyhisselam'ın balları hemmisi harlandı, horlandı. Ta ki Musa Aleyhisselam'ın devrikke geçip bu varlıkta insan kömgen kıyınçılıkla hemmini körüp Musa Aleyhisselam şu özününki anı yurtu boğan Kenan'a geçiş için bütün vücudu bile tirişkan bolsumu sınay yeri marıldan çıkanmay 120 yaş vaxtıda şu çöldü Musa Aleyhisselam'ı tükep gitti deyiş gibi oldu. Bu yerden biliştik geçik nəsinin birisi milli marifimizde terakki kıldırış için bütün küçümüzni şu Polşalıklarının 20'cilik küçeşti bilen birge bütün onundan başka ballarımızga muş vatanga qaytib ketiş ve vatan duygusuna ibaret bir narsani singdiralsak bu yerde texmi çoğ narsani qila olgan bo'lamiz deyishga bo'ldi. Chunki Yusuf Aleyhisselam'daki bir peygambermi şu yurtga sig'madi, şu yurtda şu ballari farzandlarini qilolmadi. Oxirida men sizlarga ta'kidlab qo'yadigan bir ish. Tuni gün bir ustozimiz tugab ketdi. Buningdan hammamiz xabari bor. Namazga qatnashgan bo'ldik, hatto qabristonlikka chiqdik. Qabristonlikdan qaytib kelish jarayonida bir qarindishimizningki o'xsilgan holatda mushu o'zimizning mavjudlik temisi orqali paranglashib qilib, agar biz hech nima qilolmagan bo'lsakmi garchi biz Uyg'urlarning bir mahallesini qurolmasakmi, Uyg'urlarningki bir qabristonligini bir barpo qila olgan bo'lsak, nima degan bir yaxshi ish bo'ladi. Hech bo'lmasa mushu o'ligimiz bo'lsa chizilib ketmay bir yerda tura olgan bo'lsa, Uyg'ur qabristonligi bir mavjud bo'lgan bo'lsa keng kashki degan bir so'zlarni deb qoldi. Bu yerda bir asl o'tishga tegishli bir ish nima degan chaqda milliy ma'rifimiz mayli har qaysi tarafdan qanchalik tahdidga uchrashdan qat'iy nazar biz 2-3 yilning oldida mushu ballag'a vatan bo'lgan milliy ma'rifga, millatga, vatanga bo'lgan sevgisini o'stirish maqsadida bir Sharq Turkiston o'rmini barpo qilish uchun davlatning har tarafdagi muhim organlarining hammasiga iltimos sungan bo'ldik. Bizning maqsad nima deganda Sharq Turkiston o'rmini deb atiladigan bir yerga bir daraxt tiksak, bizning qarindoshlarimiz pul chiqarib bir daraxtlarni tiksa, bolalarimizni bir Sharq Turkiston o'rmini deb turib, ashularga vatan sevgisini bir eslatgan holatda bir yerni barpo qilsak degan maqsadda qilgandan keyin hatto Küçük Çekmece, Büyük Çekmece, Ankara hamma yerlarga berib, oxirida erishgan narsa nima degan chog'da sen daraxt tikib nima qilmoqchi? Bu Turkiya davlatining zimini. Sen daraxtni Sharq Turkistonga bag'anda tikib olgan qog'oshlarni deb oxiri shuni bilan qaytarib o'tish bilan davlatga hech qanday ziyani bo'lmaydigan, chiqimi bo'lmaydigan, biz ketsak bu shahlarni olib ketmaydigan, ashunda qolib qoladigan tabiatning ekologik muhitini qo'g'daydigan shu bir ishmi ruxsat berilmaganlik sababidan qolib qoldi. Shu nuqtadan aytgan vaqtida bizning bir Uyg'ur qabristonligi barpo qilish degan gapmi biz uchun faqat o'ylab bo'lib qoldigan, unda xalqqa yerda o'lanmaydigan, xalqqa yerga ko'manmaydigan bir holatning borligini bizga quturib berdi. Bu nuqtadan aytgan chaqda biz hiç olmaganda balalarımızga etigen keşleri Kur'an-ı Kerim'ni ügütüş bilen birge milli mevcutluğumuzdan en muhim işinden birisi bolgan muşu milli marifimizde ailede ve her qaysı taraflarda terbiyelep çıkalsak inşallah
farzandlarimiz ahirda yetishib chiqadi. Musa alayhissalomning 40 yil ashulda qolganligidan biz nimani bilalaymiz degan chaqda yangi avlodlarning o'zi shu Kan'ondan iborat bir go'zal zamonga dastigidek bir holatni shakllantirganda ondan keyin Alloh taolaning nisb qilganligini 40 yil adashgandan keyin koni avlodning o'lab yangi avlodlarning chiqib hurlik va mustaqillik va milliyat tuyg'usiga to'yingan bir avlodlarning yetishib chiqqandan keyin uningdan keyin zaminga bora oladiganligining bir qonuniyati bo'lgan bo'lsa bizlardek mushundaq sarson sargardan bo'lgan Musa alayhissalomga o'xshash 500 kilometrga yetmaydigan shu zaminga qaytanmagan bizlarningki bu tarixlarida mushuni eslab o'tgan vaqtimizda biz o'lib ketsekmi bizning bolalarimiz hur zamin, hur mustaqil vatan va milliy g'urur, diniy degan mushu holatdagi mushu bir ruhni yetildirgan va qimmat qarashda yaşayalığan vaqtining o'zida balkim bolalarimiz bu güzel bir sharaflik ishlarga nail bo'la olishi mumkin. Hammalarning ko'p vaqtini olib qo'ydim. Inshaalloh buningdan keyingi farzand tarbiyasida bu qandaqdir qo'shimcha bir narsaga aylanmasdan bizning mavjudligimiz, bizning borligimiz deb bilayli. Farzandlar bizning atimiz, bizning borligimiz, bizning boyligimiz. Hammalarga rahmat.